Endi bu shirinlikni bolajonlardan qolgan qutgan pechenyelarni o'zidan tayinlab, bolalarimiz o'ziga yedirib yuboramiz. To'g'ri eshitdinglar, yedirib yuboramiz. Ko'p bolali mamashlarda aynan shu muammo, bolalar oxirigacha yemaydi va qolib ketadi. Shuni eng yaxshi yechimi shu pechenka deb o'yladim. Retseptini kommentariyada yozib qoldiraman. Hamma pechenkalarni maydalab to'g'rab olamiz. Idishga yozilgan masalliqlarni solib, bitta qaynatib, ketidan sariyog' va shokolad solamiz. Ozgina sovutib, pechenkani ustidan quyamiz va kolbaska ko'rinishida shakl berdim. Sizlar xohlasanglar qolipga yoki to'rtburchak idishga solib 2 soat morozilkaga qo'yib qotirib olamiz va bemalol kesib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Ishoninglar, qanchadan beri yotgan pechenkalar bir kunda tugaydi. Shu usulda tayyorlab bersanglar. Inshaalloh yana bundan ham ko'proq manfaatli videolar tayyorlashga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, menga like bosib, yaqinlarga jo'natib, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Natijasini kommentariyada bo'lishinglar. Bundan men xursand bo'laman. Qalay chiqibdi? Ko'rinishi nima deyapti?